10 daqiqada beret shapkani bichishni xohlaysizmi? Hattoki tikuvchi bo'lmagan qizlarimiz ham mana shu shapkani tikib olishlari mumkin. Demak, bizga nima kerak bo'ladi? Xohlasangiz matoni o'zi chizib tashlasangiz ham bo'ladi, xohlasangiz mana bunaqa qog'ozga qilib olsangiz ham bo'ladi. Kerak bo'ladigan narsa 32 ga 32, ya'ni 2 ga bo'lib oladigan bo'lsak 16,5 qilib dumaloq bichib olamiz. Va shuni qoq o'rtasidan agar 7 sm qilamiz, agar siz ro'molli bo'lmasangiz, agar siz ro'molli bo'lsangiz, unda 8,5 sm qilib, mana qizil chiziqdagi ro'molli qizlarimiz uchun, ya'ni ro'mol bilan bosh sal kattaroq bo'lib qolgani uchun biz 1,5 sm qo'shib beramiz. Qizil chiziqdagi ro'molli qizlarimiz uchun 7 sm dumaloq olganimiz bu bizani ro'molsiz yuradigan qizlarimiz uchun bo'ladi. Demak, ishni nima qilamiz? Birinchi bo'lib asosimizni kesib olishdan boshlaymiz. Kesib oldik. Ana endi mana shuni bir qavat matoga bichib olamiz. Bir qavat matoga bichib olganimizda 1 sm chok haqi qo'shib yorish esingizdan chiqmasin. Keyingi qiladigan ishimiz esa mana bu dumalog'ini kesib olamiz va 2 qavatdan mana bu joyini bichib olamiz. Demak, bizda nima paydo bo'ldi? Ikkita tegidagi qavati, bitta astar xohishingiz, bitta ustki qavati va beretimizni o'rtasiga ilga qilib qo'yilishi uchun taxminan 2 sm ga 4 sm planka kerak bo'ladi. Ana endi tikamiz. Birinchi qiladigan ishimiz mana bu 2 qavat detalimizni o'rtasini tikib chiqamiz 0,5 sm da. Dazmol qilamiz. Mana dazmol qilib keldik. Ana endi ustki detalimizni 1 sm da tikib chiqamiz. Mana bizani ilgagimiz ham tayyor bo'ldi. Mana shu o'rtasini teshib, kirgizib tikib qo'yamiz. Mana tikib qo'ydik. Orqa tarafidan xohlasangiz qo'lda, xohlasangiz mashinada tikib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xo'p, mana qo'lda chatib oldik, mana bu chiqib ketmasligi uchun dazmol qilib keldik. Ana endi astarni ulashimiz kerak. Yana takror etaman, astar qilishingiz shart emas. Astar qilishingiz shart emas. Astarni qo'yib 1 sm da tikib 10 sm joyini ochiq qoldiramiz ag'darishimiz uchun. Mana ichlari choksiz bo'lib, astarlida juda ham chiroyli chiqadi. Voila. Beretimiz tayyor. Mana beretlarimiz tayyor, qizlarjonlar. Bu paltamizdan ortib qolgan materialdan qildik. Bemalol bo'yni sharflarni ustidan kiyib olsangiz bo'ladi sovuq kunlarda.